taptiye babam karşıdan maçay geldin jollanı. Hattirinden ha. Kotu kuruttu bu. Ha kotu kurutsundan koymayı şundan yılmaz dostum. Hayara şıda olmasın hatası. Belge baylanıp potası. Yalğançıda dombırama kalmasın adamın sıtası. Asıp çavağını köpkarını örgetti jollandayın otası. Bir maydana aytıp ketay dombırama. Surxon vohazining yana bir alp chavandozi machaylik Jo'lon Chobag'ondir. 16 yoshidan ot minib, uloq ayirib, el og'ziga tusha boshlagan chavandoz uzoq yillar davomida ko'p karra chopdi. Ko'plab uloqlar ayirib, ko'p karra ishqibozlarining hayratlari va olqishlariga sazovor bo'ldi. Men 1956-yil shu Machay jamoat xo'jaligiga to'lganman. Yoshligimdan otga qiziqqanman. Chunki bizlarda ota bobomiz 7 pushtimiz ko'pkori olish bilan kelgan. 14 yoshimdan ko'pkoriga qo'shilib, 1-2 ayirib 18 yoshimga Sattorov Sapar deganda kurang oti bilan Husan Rahim degan Chavog'onda to'yidan birinchi ot zotda ayirganman. Bu yerga bir qo'yganman. Men mana bir ot zotda ayirar ekanman. Azurga o'tibman deb. Keyin bizga bir Ergash Palvon degan bobomiz bor edi, so'rab turardi. Balam nechiga kirding? 17ga, 18ga, 19ga, 20ga. 20ga degandan keyin balam gov 5 sol, al 5 sol degan. Ho'kiz 5 yoshar bo'lsa uni kami qolmaydi. Yigit 20 yoshga kirsa keyin mana Abdulla Tangrim yo Jo'lon Chobog'onmi demaslik kerak. U al bo'lsa. Deb shu yerga shu bobomiz nima bergan? Balam birovga ulog'ingni qo'yib izingdan odam ergashtirma. Birov qara desa unga ulog'ingni qo'yib borib, meni rozi qil, men ham qo'yuvdim deb o'tirma. Alini maydoni yo san yo olib ketsin degan. Mana Yusuf Chobon meni ulim bo'ladi-da. Shunga aytganman, balam. Haligi meni ulog'imni begona qatori tort. Chunki sen ham birovni otini minib o'tiribsan. Men ham birovni otini minib o'tiribman. U otasiga qaradi deb shu otga asqira bo'lmasin. Mana bir xillar nimaga zotni yerga oting jurmasa taylab ketasiz deb savol bergan. U ot jurmasa, masalan, men sizga shu uloqni qo'yib yuborsam, otim ayrardi, Chobog'onda iloji yetmadi, berib yubordi deydi. U men otda ham o'zimni oqlash uchun u biron ulog'imni birovga berib yuborib izidan bormaganman. Ot turib qolgandan keyin joyiga takani taylab chiqarib otni berganman. Balajon, rahmat sizga. Hech qanday sizga kamchilik qolmadi degan. Bugun keksalik gashtini surayotgan Jo'lon Chobog'onning ot ustida o'tgan yillari, qahramonliklari tildan tilga o'tib, hanuzgacha muxlislar xotirasida saqlanib kelmoqda. Jo'lon Chobog'on akam bo'ladilar. Eshigimizdan ot ayrilgan emas. Doimo birga borardik, to'yga birga chobardik. Bundan Ovjin degan yerga bordik. Bizlar borgan paytga ko'pkori yarim bo'lib ketdi. Shu yerga endi bir taka taylagan 80 killar besi bor. Kiyimni kiyib kirdi akam. Kirish bilan bir ayirdi. Iziga bir zot ayirdi. Otdan tushgan emas. Biz kelguncha yana bir ayirgan, 3 ayirgan. Bir otmi. Bu yoqda endi kuchi ham qoldi, zo'r edi, o'zi uloqni berkitsa mana chetkir deydi. U ololmasdi. To'yegasini aytdi. Bir ot nima degan zotlar edi, to'yegasini olib haydadi. Buni ham Qashqara bir 100 metr chiqarib 4 marta qo'lab o'tkazmay ayirdi. To'y yarim bo'lgandan keyin 6 ayirdi. Bu yoqda shunday odati bor edi, hozirgi Chobog'onlar birov otimni min desa, kelishuv bo'lib qo'ygan. Bizga unday gap yo'q edi. Masalan, bu yoq shu kim qishloqda qanday otib bo'lsa, erta shu otni beradi. Mana bu ot bilan bir ayrishim kerak, u ot bilan 2 ayrishim kerak. Hech kam bir kunga 7-8 ayrishni hisob kitob qilib to'yga jo'nardi otni bilan. U paytga trenirovka ham yo'q edi. Shu tabiiy kuch bilan chopdi. Lekin hamma qishlog'imizda otini toy bo'lsa ham mindi, boshqa bo'lsa ham mindi. Hozirgi Chobog'onlar uchta qilmaydi. Endi har bir odamning o'zi Xudoyim taolo bir narsaga quvvati, qudrati, shunga ebi qilib yaratar ekanda. Deb degan
uchastkavoy bo'lardi. Bir o'g'oti bo'lardi. Mening o'zi kasbim o'qituvchilik, 33 yil o'qituvchilik qilganman. Uyimizga olib uchastkavoy o'tirdi, borib otni olib keldi. Ot bu sadirga baylangan, men borib otni chechdim, otni chechgandan keyin men shuncha taqim qo'yaman, ot joyidan qimirlamaydi. Bir qaram bosmadi shu ot. Yo'lboy bo'lsa uydan turib qarab turgan ekan. Cho'p keldi, aka tushing dedi. Men aytdim, menga yurmadi, ha tushing dedi. Shunday otdan tushib Yo'lboy mingandan ot bo'yin burmay yurib ketdi. Endi hayvonlarni ichiga eng yigitga, odamga vafodor, yigit odamni ko'yini bilarkan, egasini ko'yini bilarkan bu ot. Qahramonimiz ko'p joylarda uloq chopgan. Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari, hatto qo'shni yurtlarda ham bu insonni haligacha ko'plab ko'pkari ishqibozlari yaxshi tanishadi, bilishadi. Uning taqimi mahkamligi, tantiligi, otini minishni taklif qilgan kishining taklifini rad etmagani alohida e'tirof etiladi. 90-yil to'y qilmoqchi bo'ldim. Keyin hisobladim, 4 ta to'y bor. Qizinnavr Mashay, To'qchi Mashay arasiga. Men aytdim 4 to'ydan keyin to'yimni qo'yaman. Endi shu payt 90-yillar eng bir topga kelgan davrimda men aytdim 4 to'yda ot ho'kizini olaman-da to'yga taylayman. Keyin mana Amirqul Jo'rayev bir kun nima taylaysan dedi. Men aytdim shunday 4 to'yda ot ho'kizini olib to'yimga taylayman. Sendan boshqa davraga cho'bog'im keladimi, yo'qmi dedi. Ama aytdim kelsa kelmasa shuni niyat qilganman dedim. 4 to'yda otini padaratiga oldim. Qashqadaryo Bocharbog' degan joyga Shuhrat Sariyev degan yigit to'y qildi. Endi katta to'y bo'ldi. Upaylarga o'zotlar taylangan yo'q edi. Rizoboy deganda bir tank oti bor edi. Olashab qo'ydim, ot yakka chiqarib tayladim. Oxirisini ayirdim shu kuni. Avvalgi kuni ham Mulla Norbekda jironima ho'kiz olgan edim. Bugun ham ho'kiz olganman to'ygasida. Upaylar ot ba'zi to'yga taylanmaydi. Qo'sh ho'kiz, qo'sh qo'y, qo'sh sarka, qo'sh gilim 200 so'm deb aytib ovur tanani taylagan. Hech chobog'on ko'tara olmaydi. Chobog'onlar ko'tara olmaganda jiyib olib to'kdim nishebga bo'l degandan keyin ham 50 metr etib pastga tayladim. Shu kuni 5 buzov, 6 qo'y, 6 sarka, 17 tirim olagan ekanman. Xurram chobog'on bilan Deynov Sinaga bir to'yga bordik. Shu yerga to'y degasini oti bilan 2 ayirdim. Yana bir ot bilan 2 ayirdim. Bir yigit yeb, aka, mana otni bir mining, otlar mehnatingizni kuydiryapti deydi-da. Otim ham kaygan ekan. Mendim, shunday aydadim, chig'orovalarga ular bir zot chig'orovalarga taylar ekan, bir zot qaroga taylar ekan. Bu shu Deynov Sina Nabo zavodni direktorining oti ekan. Shunday olashab ayirib tayladim. Iziga qaroga dedi. Haydamay turibman, bala keldi, haydan ekan. Men aytdim, bizlar qaroga chopmagan dedim. Qaro aka dedi, shunday chiqarib yurasiz, o'zi dedi, belgiga olib boradi dedi, chiziqqa dedi. Haydadim, olashab to'ydim, bir yurdim, etib qarosiga tayladim. Endi tomoshabinlar ham o'smos ko'ratkizmay ayrapman. Girdimda bosib olib, mana shunday holi sirtga qaraganda qilib girdimda bosib olgan, avjim keldi, u bola ham aka erta damingizni olasiz, haydang deydi-da. 4 ayirdim. Ama anga dunyoni moshin kamazdan ot ko'zimga qiziq ko'ringan. Ko'pkori cho'p bu Surxondaryoning hamma to'shkasiga borganman. Qashqadaryoni Hachcha, Qizilmazor to Nishon nimagacha borganman. Samarqand uch Nishon shu yerlarga borganman. Keyin mana otlarni olib bu Surxondaryoning otlarini olib Turkmanistonda mana Gagirdagi Xo'ja Pullosi degan bu to'shkalariga borganman. Turkmanistondan Xurram chobog'im bilan bordik, 4 ta ot tortib, 4 ot bilan 7 ayirdim. To'ygasini taylayapti, bir takani taylayapti, inson ko'tara olmaydi-da. Bir olib jo'natdim bo'lmadi, 2 olib jo'natdim, 3 ot ovishtirdim bo'lmadi. Shunday Abdurazoqning otini haydab bordim, takani ustiga shunday bor, bel bo'ldi, taylay hisob oldim. Termada to'dadan 5-6 metr chiqib taka o'tirib ketdi. Boshqa choboni egarga olib kela olmaydi. Keyin ayirish imkoniyati yo'q. Keyin bu bo'ka olgan men aytdim, bir zot deb hammani qirasizmi? Takani ichiga 30 kilo tuz bormi? Bir jengil qilib taylangi, zotni ham jengil qilib taylang ayirganga birov ayirardi dedi. Bo'ka olatday chobog'on dedi. Men dedi, echkini balasini so'yib taylagan. Agar dedi, buzov bo'lganga, qulum bo'lganga, yo tuyani balasi bo'lganga gamingiz hozir tilaman dedi, 1 kilo ichidan tuz chiqsa, yarimidan qilib taylayman dedi. Qo'lingizdan kelsa, chobing, bo'lmasa chiqib tomosha qilib o'tiring dedi. Keyin otam aytadilar, bala, kuch g'ayratni quli. O g'ayrating kelsa, senga o kuchdan 3 barobar ziyod keladi.
G'ayrating bo'lmasa, tovcha kuching bo'lsa bir ish qila olmaysan. Asabim keldi, mana ayirmay kim ayiradi deb qaytarib haydadi, bordi. Sermay hisob olman bir nuqtam borda ko'p chavog'imga tushunmaydi. Ovur taka tana bo'lgandan keyin siz ham Farruxjon eshitib qo'ying. Takani oldidan biqinidan bormaslik kerak. Otingizdan ko'yingiz turilsa, arqa tomondan borishingiz kerak. Pochani shunday olib tek bo'lasiz, bir sermaysiz, ilojingiz yetmagan takatan ham jiyib olasiz. Bir sermadim, pirama egarga marovdan ketirib qo'ydim, chiqdi. Bir ot qo'shilgan ham yo'q, 100 metr etib tayladim. Haloling bo'lsin, chavog'in ayirsa bo'lar ekanki. Mana chop dedi, yana inson ayira olmaydi. Keyin takani ichini tildi. Takani ichidan 15 kilo chaqqarin chiqqan bo'lsa, 10 kilo moy chiqqan bo'lsa, 25 kilo yukni olib qaytarib tikdi. Chop dedi. Mana endi dedi. Yana inson ko'tara olmaydi. Taka qarang, mana taka. Keyin takani mana bo'ynidan mana shu yerdan qirqib, bo'g'izdoqdan beqti qirqib oldi, 15 kilo go'shi bor. Ana keyin yana chovildi. Shundan tugagasidan keyin ham 3 ayirdim, 3 kun 8 ayirdim da shu to'ydan. Nishonga bordik. Bu nishonni chobog'onlar bir ikki kun sal ko'zini o'tini oldim. Aytibdi, to'da bo'lib jo'ldan chobog'onni qamab qo'yamiz. O'tdan ham qo'ymaymiz, qaytdan ham qo'ymaymiz. Majbur tortib olamiz debdi. Xabarim yo'q. Tuyagasini olib jo'natganman sharra 122 lik bilan. 15 mi 20 olib samolyotda reaktorni girdin olganday girdim deb ketyapti-da. Mehmonga qara, mehmonga qara. U mehmonga qarash degani mehmonni qo'yma. Qibirdatma degan ekan. Yetib chabaga kelgan joydan shunday qaytarib bizga qo'ydim. O'zdikilar hammasi qolib ketdi. Mehmon yakka chiqarib ketirib tayladi. Qo'lidan kelmadi. Shuning uchun ish qilishingiz kerak. Ot o'rnini toy bosar deganlaridek, qahramonimizning to'ng'ich farzandi Yusuf Chavandoz ham ota bobolari kabi ot ustida el orini olgan polvon sifatida nom qozondi. Ot, tuya, avtomobil kabi yirik sovrin uchun qo'yilgan katta-katta zotlarni ayirdi. Chavog'im buvani eng katta farzandlariman. Men o'zim ham Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari bo'ylab ot chovib kelganman, ot saqlab kelaman. Bu eski o'zimizdan qolgan an'ana. Mana shularga nima qilib, yoshligimdan otam to'ylarga olib yurardilar. Menga ustozlik qilganlar, ko'pkarlarga, olishlarga ham olib yurardilar, olishlarga ham chiqarib, olishasan derdilar. Huzurga meni olib bordilar. Shayna buva deganning oti bilan to'ygasini ayirib, o'g'lim, men otangman. Ko'rdingmi degan paytga men faxrlanib, to'g'risi gapda kiyimlarini ko'tarib, bu payt bu nima bo'lmagan kiyimlarini ko'tarib yig'lab yuborgan. Otam shunchalik masalan elga oshib davr taratgan inson ekan deb birinchi ayirganim 96-yil shu qishlog'imizga 3 kunlik katta ko'pkari bo'ldi. Amirqul Jo'rayev deydi. Shuni to'yiga ota shu otni olib berasizmi deganimga otam olib bergan. Bir alayoq degan ot bo'lardi, o'zlari chopardilar. Shu otni olib berganlaridan keyin men kirib ayirganman. Shu payt Termizga o'qib yurgan paytlarimda birinchi kurs talabasi edim. Qashqadaryoga o'tganimizga Rahmon Chovog'in deganini, Shafaq degan oti bor edi. Shuni olib berdilar. Uzzotga deb olib berdilar, ikkisini ayirganman. Shundan keyin men ham chovog'im bo'lib, otamning xavatiga qo'shilib, ot chovib, masalan shu yilda to'ylarini tomosha qilib kelganmiz. Metanotni bo'lasa, mana shuni tarbiyalab kelyapman. Bu yilgi sezonga nasib qilsa, endi mana bog'uvdan chiqqan sovutyapmiz. Bu yilgi sezonga olib chiqamiz. Ko'pkariga qo'shilganimga hamma katta zotlardan ayirganman. Shundan esda qolarlisi, shunday bir 2014-yil jala yog'ib, endi shunday yomg'ir bo'lib yotibdi. Taka qo'lga turmaydi, shu qishlog'imizga bo'layapti. U paytlarga mashina taylashlar to'g'risiga har kim ham taylay olmasdi. Amirqul Jo'rayev to'yiga shunday bo'ldi. Shu kun Bobosh Chovog'in tuyani ayirdi, avtomobilda men ayirdim. Shu kun endi jala bir qo'limga Darbandan Zarif deganda Maradonasi bilan ayirdim. Shodi palvon Bo'kovul jipsasang bermayman deyapti, qo'lga ko'rsatib esda qolarli qilib ayirganman-da. Xalqni shunday qarsaga sazovor qilib ayirganman. Qashqadaryoga ham shunday esda qolarlisi Qo'rg'ontosh degan qishlog'iga bordik. Shu kun avtomobil qo'yiladi dedi. Shu kungi avtomobilda ham G'uzor Oqtoshdan Ergash akani Og'bo'zi bilan men ayirganman. Yo'llan Chovog'in o'zini davriga juda uzoq ko'pkari chopdi. Qarg'in chog'lariga ham
uloq ayırıp Jo'lon Çobağon degan nomini oldu. Bütün çobağon var, yarım çobağon var. Kimki qo'radan yerdan olib, o'zi taqimga solib, o'zi yakka qilib ayirib olsa, u butun çobağon hisoblanadi. Qo'rakash butun hisoblanadi. Chekkadan ko'tarilgandan ulog'ib ayirgan çobağon yarım çobağon hisoblanadi. Jo'lon Çobağon ko'pkorga qo'shilgandan boshlab shu Qo'rani ichidan uloq olib, o'zi ayirib, birovga ulog'ini torttirmay, birovga ulog'ini bermasdan ayirgan. Juda katta sovrinlardi. Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand hamma joyga borib Jo'lon Çobağon uloq ayirdi. Hammasiga shohidmiz, birga yurdik. Jo'lon Çobağonning xususiyati Jo'lon Çobağonda taqimiday mahkam uloqni berkitadigan Çobağon kam o'tgan Surxondaryoga. Keyin Jo'lon Çobağonda ilgir Çobağon ham kam o'tgan Surxondaryoga. Jo'lon Çobağonga o'ngga chabi farqi yo'q. Bir sekundga o'ngga to'g'ri kelsa ham bo'ladi, chapga to'g'ri kelsa ham bo'ladi. Keyin Jo'lon Çobağonga takani ovur edi, yengil edi, tanani ovur, yengil degan joyi yo'q. Bunga ovroq taylasangiz aytardi, u ovroq taylab qo'ysa, zo'r keyin bilinadi. Biz bir narsani eslayman, ko'p birga yurdik. Shu sho'rchaga bir katta to'y bo'ldi. Nihoyat katta to'y bo'ldi. Keyin tanani og'ir taylab qo'ydi. Xoni kim zo'r deb. 2 marta to'y egasini Jo'lon Çobağon olib qo'ydi. Bir marta tushirib ketdi, ikkinchi martasini yakka olib ayirdi. Har qanday Çobağon shu jiyinga dar qolgan. Lekin Jo'lon Çobağon dar qolgan emas. Keyin yana bir epizod, shu yerdan jo'naymiz Qizinnavurga to'y bilanmi, Bochorboqqa to'y bilanmi shu yerdan jo'naymiz. Biz oxiri go'shtini yaxshi ko'rardik. Jo'nashimizdan aytardim men, agar siz oxirini ayirsangiz, men o'timga o'rtib kelaman. Bo'ldi. Otingni yengil jullagin, qaytishdan oxirini takani, tanani oxirisini o'rtib kelasan dedi. U paylarga texnika yo'q, biz ot bilan yurardik. 3 marta taylasa ham Jo'lon Çobağon uni ayiradi, 2 marta taylasa ham Jo'lon Çobağon ayiradi. Ana keyin oxirini men o'rtmaydigan bo'ldim. O'tim sal qimmatroq ot edi, men o'rtmayman desam, ba'zan o'zi o'rtib, ba'zan dagovor qilib o'rtib kelgan joylarim bor. Bo'ldi endi yana to'yga oxirini ayirmayman degan joylarim bor. Xullas bir yigit bo'lsa, shu yigitcha, xullas birta Çobağon bo'lsa, shu yigitcha ish qilgan. Bu kishiga endi keksalik davrini ko'ryapmiz. Hozir Surxondaryo, Qashqadaryo, Namangan, Toshkent bu qozoq to'ylariga, qirg'iz to'ylariga men borib keldim. Mana shunday yigitlar kam. Bor. Bular mashq bilan emas. Bular fiziratga bilan emas. Bular tabiiy Xudo bergan kuch bilan chopganlar. Bularni charchaganini ham, bularni uftortganini ham biz ko'rganimiz yo'q. Hozir ham zo'r yigitlar ko'p, lekin ular mashq bilan, fiziratga bilan. Mana bunday yigitlarga Xudoyim Taolo tabiiy o'zini san Çobağon bo'lasan deb yaratgan. Jo'lon Chavandoz suhbatimiz davomida o'tmishdagi va bugungi kundagi chavandozlar, otbozlar, otlar xususida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Biz bilan birga chopgan nomdoridan Cho'ri qassob. U Cho'ri qassob Surxondaryo viloyatini eng ko'zga ko'ringan, eng zo'ri ham undan keyin ham shu oblastni zo'r otlarini minardi. Mana tankalardan Cho'ri qassob minardi. Men qo'yil qolgandan Cho'ri qassobga qo'yil qilganman. Masalan bir ushlasangiz, ey uka qara desa, uni izidan borishing shart emas. Cho'qirib ey uka, Çobağon mana shu Çobağonni ro'ziqi deganda, u mart bo'lganda, payzakalar, shobedilar, bular ham chopgan. Mana Ergasubon chopdi. Masalan, u ham tana jib bo'lgan paytda shu viloyatga bitta zo'r Çobağon bo'lsa, biriga o'tgan. Mana sho'rchadan Tura aka Odilni otasi. U ham shu sho'rchadan Tura kelibdi dedilar. Chunki nomdor Çobağon. Çobağon bor. Mana shu qishloqqa masalan 50 ta uloq ayratgan bor. Ondan 4 ta 5 ta bu viloyat, Nori viloyatga borib cho'batgan Çobağonlar bor. Bir mashaydi o'zidan 10-12 ta Jo'londan men kam emas degan Çobağon chiqardi. Mana Surxondaryo viloyatining o'ziga mana Nurali Çobağonlar, Ko'char Çobağonlar, shular ham Payz Çobağonlar 5 aka-uka chopgan. Shularga tirashib chopgan. Nimaga men kam emas degan. Shu kam emas deganda o'zidan Surxondaryoning o'ziga 50 ta Çobağon bor edi. Bu mayda bir iki ayrib jo'ratgan emas. Shu bugun to'y egasini men olaman degandan. Hozirga mana endi 1-2 yil Odil, kimsan Odil deyapti. Davraga Surxondaryo, Qashqa dairaga Odildan men kam emas degan 4 ta Çobağon aralamayapti. Fazni Qashqadaryodan chobayapti. Mana 2 ot moshin bo'lsa birini olayapti. Avstriya bo'lsa ikkisini olayapti deyapti. Fazidan men kam emas degandan bir Rustomni gapiryapti.
Afg'azizdan bu ham kam emas, bu ham kam emas degan gaplarni gapirmayapti. Hozirgi to'yda bitta ustunlik tomoni bor. Ilgari biz borardik, bir 50 dori beraman, bir to'shiga borsak 4-5 o'yin to'y ko'rib qaytganmiz. Hozir Samarqandga to'y deydimi, Denovga deydimi, Sherobodga deydimi. Moshinga boylar otini bosadi-da, shu yerdan bir ayrisam degan chobog'ini o'zidan davraga 200 ta boradi. Hozirgi jinam chakana emas. Menga shunday xususiyat bo'lgan. Men o'ta ko'ngilchak, mehribon bo'lganman. Sizni tanimayman. Masalan, Chobog'onjon shu otni bir min desangiz, shu otingizdan bir minib berganman. Shu bilan imkoniyat bor, bir ayirib berganman. Ko'p hozirgi chobog'onlarda bitta tomoni. Sizni otingizga nima qiladi-da, ikkinchi otni minmaydi. Menga shu yerga mana 6000 degan otdi. Jaltillab turibdi. Mulla yo'ldosh aytdi, "Yo'llan" dedi. Otim ham zo'r, uniki ham zo'r. Mana ikkita ot dedi. Ikkovini chop jetadi, boshqa otni minib o'tirma dedi. Men keyin bana aytdim, "Mulla, ikkov menga jetib o'rtadi. Ana keyin mendan eshon umid qiladi, bir sag'ir umid qiladi, bir mehmon umid qiladi. Bu men zotiy emas, odamlardan ko'ngilni olishim kerak. Menga endi mana Yusuf Chobog'on o'limam meni kuchdan qaytmay qabatimga qo'shilgan. Mana xabari bor. Bizni qishlog'imizga Fayzullo Xo'jadiyakdan Shomat degan ikkita chetkir bor edi. Qashqadaryoga Cho'lli, Musul deganlari zo'r edi. 4 ta o'zi 2 soyda zo'ri bor edi. Mana shular tortgan paytga mendan tortma demaganman. U vijdonga to'g'ri kelmaydi. U ham birovni otini minib turibdi. Sizni otingiz bormi? 500 ta chobog'im bo'lsa uni qaramaysiz. Men minib turibman, meni qaraysiz. Men ulog'imni unga berib yuborsam, xafa bo'lasiz. Bunga hozir nima? Meni ulog'imni tortding. Nima tortasan? Uni tortasan deb jaratgan. Seni yerdan olib jo'naysan deb jaratgan. Ilojing bersa, elga ko'rsat, ayir. Jo'lon To'ranazarov uzoq yillar davomida uloq chopdi. Ko'pkarining ichida bo'ldi. Bu vaqt mobaynida ko'plab ustoz chavandozlarning o'gitlarini oldi. Qanchadan qancha yosh chavandozlarga haqiqiy o'rnak bo'ldi. Ko'plab otbozlar bilan birga ko'pkarlarga bordi. Ular bilan do'st tutindi. Bedov otlarni mindi. Katta ko'pkari musobaqalarida qatnashdi. El olqishiga sazovor bo'lib, sovrinlar ayirdi. Elning orini oldi. O'z davrining yaxshi chavandozi sifatida ko'pkari tarixidan joy oldi.